Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Meni ismim Sherzod, familiyam Zokirjonov, yoshim 31 da. Bugun sizlar bilan SMM sohasi bo'yicha, internet marketing bo'yicha bepul dars haqida gaplashamiz va SMM sohasiga kirib kelish, o'zi SMM nima degan tushunchalar bilan sizlar bilan bugun fikr almashamiz. O'zi SMM nima o'zi? Ko'p nima SMM sohasini o'rgatayotgan mentorlar deymizmi yoki kurs tayyorlagan avtorlar deymizmi? Ular ko'pchiligida men o'zim ham kuzataman, internet sohasida, Instagramda, Facebookda kuzataman. SMM menejer tayyorlashda juda katta va qo'pol xatoga yo'l qo'yishadi. Ya'ni SMM sohasi bir kishi qiladigan ish emas. SMM sohasini SMM menejeri o'zini ma'lum bir vazifalari bor. Asosan bu SMM menejeri eng asosiy vazifasi boshqaruvchilik va tashkillashtirishi, ya'ni komandani boshqarish va bu ishni to'g'ri tashkillashtirish kiradi. Vazifasi asosan shunaqa. Va undan tashqari men o'zim shu SMM sohasida, internet marketingda 8 yillik tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, SMM sohasida ishlaydigan har bitta menejer vizual jihatdan va ularni texnik jihatdan farqlay bilishi va ularni komandani to'g'ri yo'nalishda boshqarishni bilishi kerak bo'ladi. Men o'zim shaxsiy tajribamda, shaxsiy tushunchamda SMM sohasini men ikkiga bo'lganman. Ya'ni bu texnik jihati birinchisi, ikkinchisi vizual jihati. Birinchisi texnik jihati qanaqa? Texnik jihati asosan SMM menejeri vazifasi ko'proq texnik tomonda bo'ladi. Ya'ni siz o'sha ishlamoqchi bo'lgan proyektingizni siz uni yo'nalishi, ularning auditoriyasi, uni asosiy maqsadi, uni strategiyasidan kelib chiqib, u yo'nalish belgilashi SMM menejeri eng asosiy vazifasiga kiradi. Vizual tomoni bo'ladigan bo'lsa, SMM menejer, ya'ni texnik tomonini ishlab chiqilgandan keyin, reja yozilgandan keyin, content plan tuzilgandan keyin vizual tomonga ish o'tkaziladi. Ya'ni vizual tomonni qanaqa ishlar bajariladi? Vizual tomonda video syomka qilish, montaj qilish, dizaynerlar ishi bo'ladi yoki motion dizaynerlar ishi bo'ladi va bu hammasi bu yerda texnik bajarilgan ishlarni auditoriyaga ko'rsatib berish uchun material tayyorlash bu vizual tomoni bo'ladi. Lekin SMM menejeri vazifasi hozirgi kunda aralashtirib olishyapti. Shu o'rgatayotgan ba'zi bir mentorlar deymizmi? SMM menejeri shu mobilograf ishini ham, syomka qilishi ham, montaj qilishi ham SMM menejeri vazifasiga kirgizib olishyapti. Bu asosan moliyaviy manfaat uchun bo'lyapti hozirgi kunda. Ya'niki SMM menejer ham content plan tuzish, ham o'sha proyektning faoliyatini o'rganib chiqish, tahlil qilish, strategiya tuzish, syomka qilish, montaj qilish, motion dizayner ishini ham hattoki qilish yoki targetolog ishini qilishi bitta SMM menejer hech qachon qila olmaydi. Biz o'zimizni Profimedia deb nomlangan marketing agentsiyamizda ishni qanaqa tashkil qilganmiz? Bizga masalan proyekt kelsa, ya'ni SMM sohasi uchun proyekt keladigan bo'lsa, uni vazifalarga taqsimlab beramiz. O'zi bundan oldin, buni tushuntirishdan oldin SMM nima o'zi degan savolga javob topib olaylik. Birinchi, SMM bu inglizchasiga aytadigan bo'lsak, social media marketing deyiladi. O'zbekcha tarjimasi ijtimoiy tarmoqlar marketingi. Ijtimoiy tarmoqlar Instagram bo'ladimi, TikTok bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, Telegram bo'ladimi? Jamiki o'sha internetda bor bo'lgan o'sha ijtimoiy platformalar, ijtimoiy tarmoqlar, internet platformalari hammasi umumlashtirib bu ijtimoiy tarmoqlar marketingiga kiradi va bu tarmoqlardan unumli foydalanib o'zingizni biznes faoliyatingiz bo'ladimi yoki shaxsiy brendingiz bo'ladimi, buni yorita bilish va uni strategiya qilib ishlash, bu hammasi SMM sohasiga kiradi, sodda qilib aytganda. Endi biz o'zimizning agentligimizda proyekt keladigan bo'lsa, birinchi o'rinda bu proyekt qaysi yo'nalishda faoliyat ko'rsatadi? Ya'niki qaysi yo'nalishda bu faoliyat ko'rsatadi? Bu biznes yo'nalishi bo'ladimi yoki shaxsiy brend bo'ladimi? Buni biz oldin tushunib olishimiz kerak. Endi u deylik biznes yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, biznes yo'nalish bo'lsa, birinchi o'rinda bu oldin internetda marketing bilan shug'ullanganmi yo'qmi? Shuni bilishingiz kerak bo'ladi. Agar u shug'ullangan bo'lsa, nima xatolar qilgan? To'liq analiz qilib borishingiz kerak. Agarda bu faoliyat hali internetda o'zini faoliyatini yo'lga qo'ymagan bo'lsa, yangi tashkil qilinayotgan bo'lsa, uni profillarini siz yangitdan ochayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, siz uni ishini noldan boshlashingiz kerak. Ya'ni logotip bo'ladimi? Agar logotipi bo'lmasa, uni o'zini ijtimoiy tarmoqda qanaqa auditoriyani jalb qilmoqchi? Bu savollarga siz javob topib olishingiz kerak va undan keyin siz ishni boshlashingiz mumkin. Birinchi o'rinda Instagramda, Facebookda mani bu dasturimda, bu programmamda
Instagram, Facebook va Telegram bo'yicha yo'nalishlarni, qilinadigan ishlarni men tushuntirib beraman boshdan oxirigacha va unda target yoqish, targetolog vazifasini ham men yoritib beraman. Endi siz agar yangi proyekt olib turib ish boshlayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda uni Instagram profilini ochasiz. Agar ochilmagan bo'lsa, Facebook va Telegram, Facebookda stranitsa ochiladi, Telegramda Telegram kanal ochiladi va bundan keyin siz birinchi o'rinda shu Instagram profilni ochib olganingizdan keyin Instagram profil bilan Facebook stranitsani bir-biriga ulanganligini tekshirasiz. Agarda siz o'zingiz ochgan bo'lsangiz, buni bir-biriga ulaysiz. Undan keyin Telegram kanalni shu 3 ta platformani bir-biriga zanjir qilib ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi yo'nalishda agarda bu sizni olgan proyektingiz agarda bu ishlab kelgan, ya'ni Instagramda, Facebookda o'zini profiliga ega bo'ladigan bo'lsa, uni proyektini tahlil qilasiz va uni auditoriyasini tahlil qilasiz. Uni auditoriyasi kim? U auditoriyaga qanaqa qilib, u auditoriyani qanaqa qilib o'ziga jalb qilmoqchi, o'zini xizmatini yoki mahsulotini qanaqa qilib sotmoqchi va qanaqa o'zi xizmat ko'rsatadi bu, yoki qanaqa mahsulot ishlab chiqaradi, yoki qanaqa mahsulot sotadi. Bu narsani siz bu savollarga birinchi o'rinda javob berishingiz kerak, javob bergan bo'lishingiz kerak va uni ushbu proyektda parallel ravishda raqobatchilari kim? Raqobatchilarini ham tahlil qilishni bilishingiz kerak. Uni oddiy misol, uni raqobatchilari, masalan deylik, qanaqadir yo'nalishda faoliyat ko'rsatadigan proyektda, biznes faoliyatida siz misol qilib olsangiz, xuddi shunga o'xshash bo'lgan biznes faoliyatlarni yo'nalishini tahlil qilasiz. Ular nima ishlab chiqaryapti, qanaqa qilib sotyapti, o'zini mijoziga, o'zini auditoriyasiga qanaqa taklif beryapti, buni hammasini siz o'rganib chiqishingiz kerak. Va bundan tashqari siz shu o'zingiz ishlayotgan proyektingizni agarda firmenniy stil deymiz, ruschasiga firmenniy stilini siz o'zini logotipidan kelib chiqib, agarda Instagram profili yoki vizual jihatdan yo'nalishga solinmagan bo'lsa, siz uni firmenniy stilini siz qilib berishingiz kerak bo'ladi. Buni hammasini keyinchalik o'sha amaliy darslarimizda o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha amaliy darslarimizda buni o'rgatib boramiz. Endi siz uni firmenniy stilini siz qilib berganingizdan keyin logotipidan va uni internetda ishlatadigan ranglaridan kelib chiqib firmenniy stil qilasiz. Alohida bir o'zini 3 ta 4 ta rangi bo'ladi va o'sha rangidan foydalanib dizaynerga vazifa berish kerak bo'ladi. SMM menejer firmenniy stilini vizual jihatdan dizayner qilib berish kerak. Va undan keyin Instagramda, Facebookda, Telegramda shu profil shapkasida turadigan biosini yangi mijoz kirganda, har qanday odam kirganda ushbu profil, ushbu proyekt nima faoliyat bilan shug'ullanishini siz qisqa va lo'nda qilib tushuntirib bergan bo'lishingiz kerak va qisqa tekst bilan siz tushuntirgan bo'lishingiz kerak. Buni Instagram profilni skrinshotini qo'yib qo'yamiz va shundan ko'rib olsanglar bo'ladi. O'sha joyda bu shaxsiy brend bo'ladimi, biznes proyekt bo'ladimi, kirganda oddiy sodda tilda tushunib oladigan bo'lishi kerak bo'ladi va buni SMM menejer buni yozib qo'ygan bo'lishi kerak. Keyin endi targetologga SMM menejer endi boya aytib o'tganimizdek, har bitta komandada ishlayotgan har bitta o'sha dizayner, vizual jihatdan o'sha syomka qiladigan odam, montajchi va targetologga to'g'ri ishlata bilish kerak. Endi bu olgan proyektida targeting jihatdan ham ish bo'ladi va targetologga vazifasi yangi proyekt olganda uni o'zini lichniy kabineti, ya'ni ads manager deymiz. Ads manager orqali target yoqishga profilni tayyorlashi kerak. Bu profil yoqish, target yoqish uchun profilda targetolog o'ziga dostuplarni olib olish kerak. Buni ham amaliy darsda tushuntiramiz keyinchalik o'qiganinglarda, o'qishni davom ettirganinglarda. Ads manager orqali o'zini profiliga dostup olib olish kerak va undan tashqari Visa karta albatta ulangan bo'lishi kerak. Va bu hammasi proyektni o'zini egasini profilida bo'lishi kerak va shu profilga targetolog dostup olib olish kerak. Va har bir yoqilgan targetni ham targetolog, ham SMM menejer, ham proyektni egasi shaffof ko'rib turishini targetolog ta'minlashi kerak va SMM menejer buni to'g'ri tashkillashtirish kerak bo'ladi.
Buni ham keyinchalik o'qish davom ettirganinglarda amaliy darslarda uni o'rgatamiz. 3 kun bu vaqtlar, bu jarayon uchun Instagram profil ochib turib, uni vizual jihatdan tayyorlashga, targetolog buni target lichniy kabinetini tayyorlashiga va hamma ishni bajarishiga ma'lum vaqt olishi kerak. Bunga taxminan 3 kun vaqt yetadi bemalol. Va bu 3 kun vaqt ichida parallel ravishda SMM menejeri eng asosiy vazifasi boshida aytib o'tganimizdek proyektni tahlil qilib chiqqandan keyin, raqobatchilarni analiz qilib chiqqandan keyin va proyektni asosiy maqsadidan kelib chiqib strategiya belgilash va bu strategiya asosida bir oylik yoki bir haftalik kontent plan tuzish. Bu kontent planda shu proyektda qilinadigan ishlar, qilinadigan syomkalar bo'ladimi, dizaynerlar qiladigan ishi bo'ladimi yoki motion dizayner qiladigan ishi bo'ladimi, har bir komandani o'zini ishlayotgan jarayondagi vazifasini aniq-tiniq qilib yozib berish va deadline'larni ham qo'yib berish SMM menejer eng asosiy va mas'uliyatli vazifasi bo'ladi. Bu narsa deylik bir oylik kontent plandan hozir qiyos qilib aytadigan bo'lsak, bir oylik kontent planni tuzib va bu kontent planni SMM menejer bu kontent planni proyektga taqdim qilishi kerak bo'ladi va bu taqdim qilingan kontent planni proyekt ko'rib chiqib, o'zini fikrlarini aytadi va shu fikrlardan kelib chiqib, hamma fikr o'rtaga tashlab turib, bir oylik qilinadigan ishlarni, kontent planni, ya'ni tayyorlab olib, shu kontent plan asosida ishni davom ettirish kerak. Endi oldindan bir oylik reja qilib olinsa, bu har doim ham xuddi shu plan bo'yicha, xuddi shu reja bo'yicha ketadi degani emas. Orada force majeure holatlari yoki qaysidir kontentlar o'zgarib qolish ehtimoli bor, har doim bo'ladi. Va o'sha vaziyatda ruschasi qilib aytadigan bo'lsak, o'sha vaziyatlarga SMM menejer gibki bo'lishi kerak, ya'ni moslashuvchan bo'lishi kerak. Va shu moslashish jarayonida shu ishlarni, texnik ishlarini dizaynerga yoki mobilografga yoki videografga yoki montajchiga tezkorlik bilan bu shu xodimlarni tezkorlik bilan shu o'zgarishlarga moslashtira bilishi kerak bo'ladi SMM menejer. Shuning uchun har doim SMM menejer o'tirib faqatgina kallasini, miyasini joyiga qo'yib, ishlarni to'g'ri tashkillashtirish va to'g'ri boshqarishni bilishi kerak bo'ladi. Borib turib SMM menejer borib syomka qilish u SMM menejer vazifasi emas yoki o'tirib montaj qilish SMM menejer vazifasi emas. SMM menejer shu xodimlarni to'g'ri yo'nalishga tushirib, to'g'ri boshqarishni bilishi kerak. Keyingi darslarimizda biz bu vazifalarga, bu vaziyatlarga yana ham chuqurroq kirib boramiz va kurs davomida keyinchalik o'qiydigan bo'lsanglar, biz bu narsani amaliy darslarda ham ko'rsatib berib boramiz. Ya'ni bu asosiy kursimiz asosan onlayn, video darslik formatida bo'ladi, lekin keyinchalik onlayn darslarimizdan keyin offlayn darslarimiz ham bor. Offlayn darslarda asosan shu holatlarni real proyekt asosida ko'rsatib beramiz. Bu video darslik davomida ham, video darslarimiz davomida ham o'zimizni agentligimizdan orttirgan tajribamizni real proyektlar asosida, real ish jarayonida buni men tushuntirib berishga harakat qilaman. Shuning uchun bu men kursimizni oxirigacha tugatishni men maslahat beraman, chunki hozir internet zamoni keldi, internet asri boshlanyapti hozir. Chunki keyinchalik ham bora-bora har qanday soha bo'lsin, har qanday faoliyat bo'lsin, har qanday shaxs bo'lsin, o'zini faoliyatini internetga bog'lamas ekan, hech qachon uni biznesi yoki faoliyati kelajagi yo'q. Shuning uchun hozirgi kunda hammamiz eshityapmiz, hammamizning qulog'imizga chalindi bir marta bo'lsa ham sun'iy intellekt bir termini hozir juda ham rivojlanib ketyapti. Sun'iy intellekt yo'nalishi ham agarda bu sun'iy intellekt juda ko'p sohani, juda ham ko'p shaxslarni o'zini ishsiz qoldirishi mumkin yaqin kelajakda. Bu hali oldin mana 10 yil, 15 yillik prognoz berishyotgandi, hozir bu prognoz ancha qisqarib qoldi. 2 yil, 3 yil hattoki prognoz berishyapti. Ba'zi bir juda ko'p soha egalari ishsiz qolishi mumkin. Shuning uchun men hammaga tavsiya qilardimki, internet marketingi o'rganishi va buni sohaga chuqurroq kirib borib, onlayn daromad qilishga o'tishi men har doim hammaga tavsiya berib qolaman. Bugungi beradigan ma'lumotlarimiz shu. Xudo xolasa bu kursda davomiy o'qishni niyat qilganlar bo'lsa, davomiy o'qimoqchi bo'lganlar bo'lsa, oxirgacha borishlarini men maslahat qilaman va amaliy darslarimizga ham qatnashishlarini men maslahat qilib boraman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi nasib bo'lsa, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.